Akalar, navbatdagi bo'g'ozni olamiz. Bu xo'p, bunisi akalar 7 oylik variantda edi, dehqondan. Xudo xolasa batafsil ma'lumot video davomida berib o'tilgan. Cho jonivorlar. Akalar, naqd bo'g'ozlaridan xudo xolasa video davomida batafsil ma'lumot berib o'tilgan. 8 oylik bo'g'oz, bo'ylari 1.33 sm, birinchi tumsa akalar, birinchi tug'ishi. Hali bo'zak tishda. Videodan like bosib kuzataverasiz. Akalar, navbatdagi bo'g'ozimiz 6 oylik. Xudo xolasa inshaalloh hali bu ham bo'zak. Hammasi birinchi tug'ishiga. Batafsil ma'lumot aytganimiz video davomida dehqon akalarimizdan bo'lyapti video roliklar. Bittadan like bosib turish esdan chiqmasin akalar. Assalomu alaykum Oybeguz kanalining qadri baland, qadrli obunachilari, chorvador aka-uka, do'sti birodarlar. Akalar, xudo xolasa hafta kuniga keladigan bo'lsak, hop, 3-dekabr kuni olyapmiz. 4-dekabr kuni tongida xudo xolasa dehqondan naqd bo'g'oz variantda xudo xolasa oldiga 1 oy, ketiga 3-4 oy garantiyali bo'g'oz doktoringiz bilan tekshirib olaverasiz. Tekshirilgan variantda ekan. Xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida turibmiz. Endi dehqondarligi уже 100% bilinib turibdi mana. Lekin mollar badani ham cho'tka ekan, qorin holatlari ham o'zi bo'g'ozligini aytib turibdi. Mana molni ko'ring, mana yelinlarni. Oq yelin ekan. Xudo xolasa molga diqqat bilan e'tibor berasiz. Hech qanday gard, qo'tir-po'tir, bir boshqa burnoqqan, boshqani ko'rmadim. Shu og'illardan birgalashib olib chiqdik akalar. Bittadan like gumbillatib turasiz. Xudo xolasa egalaridan barcha ma'lumotlarni olib borishga harakat qilamiz. Bu yoqda Abdujabbor do'stimiz o'zlari. Abdujabbor, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Ha, rahmat. Mazangiz yaxshimi? Uch bosh bo'g'oz. 3 ta bo'g'oz. Qoravoylaridan. Qoravoy aka, xudo xolasa o'zimiz boqayotgan ishonchlisidan, garantiyasidan obunachilar uchun Naqd bo'g'oz. Naqd bo'g'oz garantiyali, garantiya berasiz bo'g'ozligiga. Hop, birinchi o'rinda bu badani yaxshi ekan. Nima yeb ichib turibdi? Abdujabbor, silos bilan somon edi, kepak. silos, somon, kepak. Yeb turibdi. Eti yaxshi lekin. Shunga aytibman-da, badani zo'r ekan demoqchiman akalar. Mana buni ko'ring. Mana oldi o'ngan bag'baq qismlarni ko'ring mana. Bular bo'g'oz deyapmiz, bu haligi bo'g'oz ham savol-javoblar bor ekanda, endi kamchilik bo'ladi odamda, sekin ko'rib chiqyapman. Bu necha kurak, nechta tug'gan, boshqalari. Mana shu 4 kurak. Ha, Bu 4 kurak. tuvish. Ha, birinchi kurak. Birinchi tuvishi. Endi tug'sa birinchisi bo'ladi. Birinchi tug'ishi. Yosh hali. O'z shoxidan ham bilinadi-yu. Ha, yoshligi shunga aytyapman. Hammasi ham chehrasi yosh turibdi. Hozir hammasi birinchi tug'ishmi bu yerda? Hammasi birinchi tuvish. Ha, o mana. Haligida misol uchun kimdir 5-6 yil sigir qilib boqaman degan bo'lsa, tavsiya beraver ekanmiz. Hali qari tulkimas ekan qo'polga aytganda. O'zlaringga tarbiya qilib, chiroyli bo'lasizlar. Agar bola olaman desalar, tarbiya qilish ham shart. Sifat korpuslari yaxshi. Sifati chiroyli mana. Hali o'sadi bu. Buzoq hali. Oldin ma'lumotini olavergan, molni bitta ko'rsatib qo'yamiz. Qarang do'stim, hozir xo'p, buni yana nimasini so'raylik. Qanaqa bo'g'oz bu oyliklari? Mana shu turgan molimiz 7 birinchidagi 7 oy garantiya beriladi. 7 oy, 6 oy atrofida. Ha, 7 oy, 6 oy. Unaqa hali 3-4 oy emas lekin, ha? Yo'q. Chunki bu o'zimiz boqqa tashlaganimizga 6 oydan o'tdi-da. Bo'g'oz chiqib qoldi. Bo'g'oz chiqib qoldi. Tushunarli. Xo'p, mana o'rtadagisigachi nima deymiz? Mana shu ham orqa boshi keng ekan. O'rtadagi buzoq hali. Xo'p. Bu hali o'sadi. Hali bo'zak, lekin bo'g'oz. Bu necha oylik? Bu ham 6 oy. 6 oy. Bu ham 6 oylik. Bu sal kechikroq bu 6 oy. Ha, mana 7 oylik bo'lsa bu 6 oy. Bunisi-chi mana eng chekkadagi yaltirog'i. Mana shu uzunligi ham zo'r ekan. Buni kuragi chiqmay aytib qo'yaylik. O'rtadagi. Ha, o'rtadagini kuragi yo'q. Kuragi yo'q. Buni ko'ryapsizmi? Enliligini. Molni korpusi zo'r Hali ekan. o'sadi. Bu Hali yana o'sadi. 6 kurak. Rosa topga yetib kelgan. Birinchi tug'ish. 6 kurak birinchi tug'ish bo'ladimi? Yo'q. 6 kurak yoshda hali. Shunda shuni bitta ochib ko'ring-da, kuragi yo'qqa o'xshayapti-da. 6 kurak kam 3 ta tuqqan bo'lishi kerak-da. Abdujabbor, bular kuragi yo'q, do'stim, ko'ring, hali bo'zak tishda. Ana tishini ko'rsatdi-da, bo'zak tish turibdi. Hammasi bo'zak tishda ekan. Nimaiki molni litsolari yoshda, endi hozir 6 kurak kam 3 ta 4 ta tug'ib qo'ygan bo'lishi kerak-da. Qochmadi degan xonojin ham 4 kurakda hali qiladi. Kattadan shunaqa
aytdilar. Ha, tushuntirdilar. katta dadangiz shuni aytdilar. Akalar xudo xohlasa Ha. bular unda qari bo'lib ketib qoladi. Hammasi birinchi tug'ishi akalar hali bo'zak tishda turibdi. Hali bular birortasi haligi bir qari boshqa bo'lib ketmagan. Oldi ungan qismlari molni uzunligi. Buni ko'ryapsiz? Buni bo'yini aytmabsiz eng qizig'i. 1.25lar atrof bormi? 1.20. 1.30. 1.20lar. 1.25. Bunday qilaylik, 1.25 tanga beraylik, pilis mensini obunachilik o'lchab bering. Kichkina mol emas, hali 1.20lik mol emas. Balkim 1.30 metr bo'lsa zo'r bo'ladi. Qayerda ekan? O'lchab ko'rdim. Men 135 sm chiqdi mana shu. 135. Hozir. Metrda olib kelib o'lchab ko'ramiz. Akalar bo'ylari 1.35 ekan, akalar ko'ring. Mana. Mollar kichik emas. E'tibor berasiz, xato kamchilik bo'lyapti. Sababi dehqon baribir mol qo'yib yurmaganda, shuning uchun ozgina anglashilmovchiliklar bo'ladi. Mash. O'rtachasini o'lchayligi. Bu 25 ga olishib 1.25. 1.28 chiqdi mana shisi. Ha, 1.27, 1.28. Akalar joyimizdan ham xafa bo'lmaysizlar. Qarang, mana qorong'ida, mana projektorda yoqib olib olyapmiz. Dehqonni baribir alaylik. Hech qanday bir pardoz-andoz qilinmagan. Shunday hol. 33 ekan. 1.33. Bo'ylari ham chakan emas ekanda. Bunday qilar ekanmiz, qarang, 1.33 ligi ham bor, 1.25 pilsga beraylik. Beraveramiz. 1.33, 1.28 и 1.25 deyaptilar. Xudo xolasa 1.25 pils varianti olishaversa. Qo'pollik holati yaxshi. Bo'g'ozlarga borganda doktorlar bilan tekshirib olishaveradi. Ha? Tekshirib olishaveradi. Tekshirib ol. Dastavkani qilib berasiz o'tgan safarga o'xshab. Qilib beramiz. Ha? Xudo xolasa eson-omon yetkazib borib berasiz. Dastavka qayergacha qilib berasiz? Dastavkasi vodiy bo'ylab-da. Ha, vodiy bo'ylab besplatni. Vohalarga kelishgan holda. Ha, u yoqlarga bo'lsa mabodo qilib berasizmi yo'qqa ham? Kelishilgan, ha, kelishilgan holatda chiqazib berishadi akalar. Endi haligida bu territoriyamizda bo'lsangiz savdogar boshqa ko'p, yoqqa mol qo'y ko'p chiqib turadi. Xudo xolasa nima deymiz? So'ra olmay qolgan ma'lumotlari bo'lsa, xo'p, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqasiz. Telegram, WhatsApp hammasi bor, ha? Hammasi bor. Ertaga xudo xolasa telefoningizga qarab turasiz, aloqaga chiqishaveradi. Akalar, xato kamchilik bo'lsa yana bir qator videolar tashlab beriladi, kelib ham ko'rishingiz mumkin. Buni narx-navosini aytmadik-ku. Narxini aytamiz endi. Bitta narxini aytaylik. Narxi Odamni rosa chalkashtirdingiz. 25 milliondan qo'yramizmi? Yo'q, 25 milliondan qo'ymaymiz, Lekin yosh ekan, yomon emas. Bo'lishtirib, kelishtirib gapiring, 25 million so'mdan. Mas o'tgan safarga o'ta arzon qo'yildi-da, lekin videoda sotilib ketdi, ko'rdingizmi? Keng bo'ldi. Keyin gapiring. Qo'lingizni ushlab, qilgan mehnatingizga rozi bo'lib gapiring. Mana shu joyni boshiga olib qo'ying. 22 milliondan ketaveradi tekis. Yo'q, bo'lishtirib qo'ying. Agar yo'q deganim bu narxsiz qo'yasiz-da. Men bo'g'ozga tushunmayman. Tushungan odam oladi baribir, lekin mollaringizni 1.33 lik bo'yi ham chakan emas. Qilgan mehnatingizga qarab qo'yib bering. Asli 1.25 desangiz ham men bir nima demayman, chunki bu narsani men tushunmayman. Buning ichida yurmaganman. Buning ichida tushungan bo'lgandim, mana molingiz qimmat qo'yapsiz derdim. Tushungan obunachilar olishadi. Lekin qancha arzon bersangiz bilaman, shuncha yaxshi obunachilar. Siz ham foyda qilmang emas, foyda qiling. Dehqondan dehqonga bo'ladi. Kelishtirib gapiring. Nima deysiz? Bir joyga bo'lsa bo'pti mana. 21 dan ketaveradimi? O'shanda 63 million bo'ladimi? Savdosiga qo'yib berasizmi? 63 million. Savdosiga ham qo'yib beramiz. Bo'pti. Siz yaxshi. Savdosi yo'q. Bo'lishi 20 milliondan. Kelib tortishib oladigan joyi yo'q. 20 million. 60 million so'mdan 60 millionga bor. Babar ekan. Xudo xolasa qarang, lekin baribir savdosi yo'q deymiz. Odamda ozgina xayr degan narsa bo'ladi-da. Lekin xayr bari qilib berarkansiz, bor-ku. Iloji yo'q ekan. Iloji yo'q. To'g'ri aytasiz. Akalar, xudo xolasa 20 million so'mdan qo'yildi. Endi qarang-da, 3tasini bir joyga ola olmaydigan odam bo'lsa nima qilamiz? 3tasini ola olmaymiz. O'zgaradi. Ha, plus minusi bor. Minusi ham bor, plusi ham bor. Plus minusi bor. Mabodo, misol uchun 60 millionga 5 ta yaxshi bo'zak buqacha olaman degan ko'kalar, xudo xolasa misol uchun mana 3 tani olsangiz, Alloh berib buqacha tug'ib qolsa, shuningdek narxi o'z-o'zidan shunday o'sib ketadi degan umiddaman. Ekran qarshisidagi nomerlar sizning xizmatingizda, bittadan like bosib, do'st birodarlarga jo'natib aloqaga chiqasiz. Abdujabbor, xudo xolasa. Sizlar
kanalingiz uchun bo'ladigan narxni aytdim-a lekin. Yo'q. Obunachilarga Bo'ldi. Barakasini bosh bersin. qotirishmas. Xudo xolasa, akalar bemalol savdosi baribir bor aytaveradilar. Lekin mollar yaxshi narxda qo'yildi. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling.